7 yil stajim bo'ladigan bo'lsa, shu davrda shunday narsani ko'rdimki, hatto shu bitiruvchi sinflar oliy ta'limga yo'naltirish juda ham past ko'rsatkichda. Mana oxirgi yillarda shu davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan narsa, mana bu ko'rsatkich juda yuqori bo'ldi. Shaxsan o'zimizning maktabda mana bu yilgi ko'rsatkich 40% dan oshib ketdi. Boshida 12% gacha shunaqa ko'rsatkich berardik. 9-sinfdan keyin shu o'quvchi yoshlarimizni bir saralansa, hammasi ham 10-11 da misol uchun oliy ta'limga kirish uchun olib ketolmaydi. Eng asosiysi yigit kishi bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, kasb kerakda. Oxirgi selektordan xursand bo'lib ketdiki, mana shu narsa amalga oshiryapti-da. Chunki har bitta yigitga, qizga albatta kasb kerak. Misol uchun o'zimda 50 ta o'quvchi bitirgan bo'lsa, hozir 20 tasi bandligi ta'minlanmadi. Bu degani qo'lda kasb yo'q. Hozir qurur diplomdan ko'ra, uni qo'lida hunarli xodim kerak, hunarli kadr kerak, yoshlar kerak dedi. Demak, bundan xulosa qilamizki, albatta mana bu bo'lgan keyingi siyosatda olib borayotgan ish eng kerakli xalq uchun, ota-ona uchun, qoluvchi ustozlar uchun juda ham kerak bir muhim bir yangilik bo'ldi-da.